Бүткүл мусулманларга ортак болгон Әтияз пәслинең әң әҗайып мейрамларының бири әлбәттә Норуздур. Noruzny xalqimiz qadimiy zamonlardan cho'ng tantana ham dag'dug'liq bilan nishonlab kelayotgan an'anaviy va suyimli bayramlarning biri. Mana shuningga bog'liq yaqinda Olmut shahriga qarashliq Besag'ash mahallasida bu bayram nihoyatda yuqori kayfiyatlar ilkida nishonlanib o'tdi. Mana bugün bizning Besag'ash mahallasida Noruz bo'lyapti. O'tib ketmashaka to'lqa Uyg'ur, Kurd, Turk Qazaq maktablar, hukumatlar bilan birlashib uyushtiryapmiz. Hammalarning Noruz bayrami bilan Xudoyim shu Noruz bayramida yaxshilik bo'lsin, birlik bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Bu musulmonlarning bayrami chiqib har yili mana vaqtda yaxshilik bo'lib chiqib birlik bo'lgan yerda tinchlik bo'lgan yerda birlik bo'ldi deydi. Chiqib Xudoyim bu kerakligicha berkatlar bo'lsin, topgan hammamizdan salomatlik zo'r bo'lsin, chiqib Noruzga omon bo'laydi. Bu bayram mahalning hokimiyatchiligi, yezdiki o'rta maktabning ma'muriyati ham bir necha etno madaniy birlashmalarning aktivistlari tomonidan uyushtirilib, mahalning turg'unlari bayramlik kayfiyatga bo'landi. Biz Besag'ash avulida nomer 45 mektep gimnaziyasining Besag'ash mahallasining nomer 45 mektep gimnaziyasining ma'muriyati yezimizda o'tkazilayotgan Noruz bayramiga o'zining ulushini qo'shib o'tirdi. Bayram bo'lsa, nihoyatda qizg'inlikda o'tkazilmoqda. Milliy taomlarimizdan dasturxon yeyib, Allohdan jutumizning omonchiligini tilash bu bizning farzimiz. Shuning uchun bu bayramda barlig'imizning duolari qabul qilinib, vatanimizda yashayotgan barliq xalq har doim baxtli hayot kechirsin degim keladi. Noruz bayrami hech qachon naqsh kuysiz o'tkazilgan emas. Maktabda bilim olayotgan o'quvchilar bilan yezdiki yosh talantli san'atkorlarning uyushtirishi bilan konsertlik programma qo'yilib, uningda mamlakatimizda baxtli hayot kechirayotgan xalqlarning ijil inoqligini har xil avrishim usullar, milliy naqshlar va urf-odatlar orqali mushu sahnada ko'rsatdi. Bayramlik konsertdan keyin navbat Besag'ash mahallasidagi Uyg'ur etno madaniy birlashmasining a'zolari uyushtirgan chora tadbirga kelib yetdi. Albatta, xalqimizning yosh talant egalari milliy usullarimiz bilan xalq naqshlarimizni butkul yezg'a yangratdi. Shundaqla bayramda xalqimizning turlik milliy taomlaridan tuzilgan dasturxon yeyilib, uningdan mahalla hokimi boshchiligidagi hokimiyatchilik bilan yezning hurmatli ziyolilari dam tatib, bir-biriga o'zlarining ezgu tilaklarini bildirishdi. Bugun bizning Talg'ar audani Besag'ash avulдык okrugida Bugun mana Talg'ar nahiyalik Besag'ash yezimizda ulug' Noruz bayramini to'ylayapmiz. Bizning yezimizda 30 ga yaqin millat vakillari yashaganlikdan xuddi bir oilaning bolalaridek o'mlikda bu bayramni alamat o'tkazib o'tiramiz. Uning ichida Uyg'ur, Kurd, Turk va boshqa etno madaniyat markazining raislari bilan vakillari o'zlarining ulushlarini qo'shmoqda. Fursatni foydalanib, barliq qozog'istonliklarni Noruz bayrami bilan tabriklab o'tirib, elimiz omon, yurtimiz tinch bo'lg'ay deb tilak bildiramiz. Balla maydonida o'ynayotgan yosh go'daklarning kulkiga to'lgan ovozlari, yezdagi turg'unlarning xo'shallik patgan ko'ngil kayfiyati. Buning hammasi Besag'ash mahallasida yashayotgan millat vakillarining chin do'stligining nishonidir. Abdumanap Mahmudjon, Aman Qo'janov, Baxtiyor Iminov, Tangritog kanali.